Uyg'ur tibobati o'ziga xos tibbiy ilm nazariyasi va davolash amaliyatiga ega bo'lib, u elimizning tibbiy ilm madaniyat xazinasida nihoyat muhim o'rin tutadi. Uyg'ur tibbiy ilm xizmatchilari uzoq asrlik tarixiy taraqqiyot jarayonida o'ziga xos davolash usulini yaratib, elimizning tibbiy ishlari va sog'liqni saqlash ishlarida nihoyat muhim rol o'ynagan. Şinjan Xalq Sayya Nashriyati davlat va avtonom rayonning zo'r kuch bilan qo'llashi, Uyg'ur tibbiy ilm mutaxassislari va olimlarining hardim taldim demasdan uzoq mazgillik tirish davomida Uyg'ur tibobati klassik asarlaridan iborat 12 tomlik bu asarni nashr qilib taqatdi. Bu asar avtonom rayon shundaqla davlat axborot nashriyat bosh mahkamasining e'tirof qilishiga va qoyilligiga erishdi. Tövende biz Uyg'ur tibobati klassik asarlari ustida elib berilgan suhbatimizni ko'rman do'stlarning huzuriga sunamiz. Bugungi bu suhbatimizga ikki aziz mehmon qadam tashrif qildi. Bular Şinjan Xalq Sayya Nashriyatining boshlig'i, bosh muharriri Fattar Mahmud efendi. Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik Uyg'ur tibobatchilik, dorigarlik tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i, oliy muharrir Ihson Emin efendi. Toplagan bilimlarni, tajribalarni qo'shib, uni beyitgan. Uyg'ur klassik adabiyotdan qo'shilib Uyg'ur ushbuvi va tariflangan. Shu orqali eng oxirgi hisobda tibobatchilik madaniyatimizning davom etishini maqsad qilgan. Endi biz kundalik turmushimizda mush tibobatchilik, Uyg'ur tibobatchiligi degan atalg'alarni doim uchratib turamiz endi. Endi siz fatarka mush fursatda mush insonlarda tibobatchilik faoliyatining qandaq boshlanib, qandaq rivojlanganligi, shundaqla Uyg'ur tibobatchiligining ahvoli to'g'riliq qisqacha bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz. Tarixshunoslar jumladan mushu dunyo meditsinasini izchil tadqiq qilib kelayotgan Rus olimi Paulo tibobatchilik dunyoga insonlar paydo bo'lishi bilan tang paydo bo'lgan deb qaragan. Chunki insonlar paydo bo'lgan chaqda ular har xil tabiiy ofat, kasalliklar ham shu takror o'lim yetim ishlarga uchrashib, o'zlarini jismoniy jihatda qo'dashning zo'rligini bilib, tadrijiy holda tibobatchilik o'zini saqlash choralarini ijod qilgan. Bu haqda bizning marhum Uyg'ur olimimiz Abshukur Mamtinimmo Farabiyninki asarlarini tekshirish, tadqiq qilish asosida tibobatchilik faoliyati insonlar hasharotlarning chiqib olishini saqlanish uchun badallariga seg'izlarni surkib olishdan boshlangan degan o'tir qo'ygan. Endi mushu nuqtalardan deb aytganda, shu tibobatchilik dunyoda har qanday bir ilmdan baldur paydo bo'lgan deb qarash bo'ladi. Ham Uyg'ur tibobatiga kelsak, Uyg'ur tibobatimi o'sha Uyg'ur xalqining uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida o'zlarininki amaliy tirishchanligi bilan hayotligini saqlab qolish, uni davomlashtirish ehtiyojlariga asosan o'sha o'z yashayotgan muhitning tabiiy sharoiti, tabiiy boyliqlardan foydalanib, uning tibobatini shakllantirgan, ya'ni ijod qilgan. Ham dunyoning har qaysi joylaridan yiqqan, to'plagan bilimlarni, tajribalarni qo'shib, uni beyitgan. Ham shuningdan qaraganda biz shu Uyg'ur tibobatchiligining mavjudligini Uyg'ur xalqining mavjudligi bilan xuddi qon bilan go'shtdek munosabat bo'lib kelgan deb qarasak bo'ladi. Demisam Uyg'ur tibobati Uyg'urlarningki klassik muzika bo'lgan 12 muqomi, Uyg'ur klassik adabiyot bilan qo'shilib Uyg'urning ushbuvi deb ta'riflandi ekan. Mushuninki endi shu Uyg'urlarning ushbuvining bir bo'lib qolishida, shu Uyg'ur tibobat ishlarining hamda buni nimani ko'z tutgan bo'lg'ayda xalqimiz. Uyg'ur tibobatchiligi Uyg'ur xalqininki madaniyat meroslarining birisi. Shuning bilan birga u tibobatchilik tadqiqoti yoki bo'lmasa tibobatchilikning davom etishi orqali
shu bir millatning yoki bo'lmasa o'pchirsiz yashayotgan qarindosh millatlarga ta'sir ko'rsatish orqali shu bir muhitda yashayotgan, shu bir joyda yashayotgan xalqning tan saqligi kapolat qilish orqali ularning kasallikning oldini olish, ularning saqligini saqlash, ularning nasl qoldirishi, sog'lom nasl qoldirish orqali avlodlarni ko'paytirishdan iborat bu xil istakka yetishdagi orzusi tibobatchilik orqali ifodalandi. Agar tibobatchilik ilmi bo'lmasa, saqliq bo'lmadi degan so'z. Saqliq bo'lmagandan keyin bu shu qavmningki ko'payishi u vujudga chiqmaydi. Shunlashqa bizning Uyg'ur xalqimiz hamda tibobatchilikni mushu pallar ichidagi muhim fan qatorida azaldan shunday to'nib kelgan. Qadimdan tortib bizningki mushu Uyg'ur ajdodlarimiz qurgan madrasalarda bo'lsin yoki bo'lmasa bizning oqsoqollarimiz o'zlari shogird tarbiyalash orqali ularga ilm o'rgatishati bo'lsin, tibobatchilikni shuning ichidagi muhim o'rganilgan bir fan qatorida to'nib kelgan. Buning moddiy asosi qayerda degan chog'da u shu Uyg'ur millatimizning tibobatchilikning bir madaniyat nuqtasida to'nish emas, uningdan boshqa yana madaniyatning texnik kengaygan qatlami sifatida avlodlarimizning ko'payishi, tarixni davom ettirish uchun bir muhim ko'rik kasb deb to'nig'ashqa, uning ahamiyatini to'nib yetkazishga tibobatchilik bergan ahamiyati zo'r bo'lgan va tibobatchilik fenining taraqqiyoti bizga yetib kelishga bir asos bo'lib qolgan. Unda qolganda Ihson afandim, siz mushu gazalimiz turgan 12 tomliq Uyg'ur tibobati klassik asarlari degan mush kitobningki bekitish xizmatiga mas'ulsiz. Mush kitobni bekitishda endi qanday prinsipni asos qildinglar? Bu kitoblarningki tuzilishida oldi bilan Uyg'ur tibobatiningki klassik asarlar ichidan birinchi qitimda zo'r turkumlab, zo'r hajmlab chiqqan emgak bo'lg'ashqa, oldi bilan qutqizilishga tegishlik va nopuzi yuqoriroq bo'lgan kitobning mazmuni qurilmasi bir qadar mukammal bo'lgan kitoblarni tanlash asos prinsip qilindi. Uningdan boshqa, buningda Uyg'ur tebiblarimiz yozgan kitoblar oldi bilan shu klassik asarlarning to'plamiga kirgizildi. Buningdagi maqsad tibobatchiligimizning azaldan Uyg'urlar ichida bir nurg'un yillik izlanish, tadqiqot orqali yetishib chiqqan bir fan ekanligini isbotlashga bir nazariy asos bilan birga bir amaliy faktni ko'rsatib bera oladi. Uningdan boshqa buningga yana yaqinqi shu 13-asrdan 19-asrgacha bo'lgan Uyg'ur tibobat klassik asarlari zo'r salmoqni egalladi. Bunda bo'lishga maqsad mushu jarayonda bizning tebiblarimizningki yozgan kitoblarning bizga yetib kelishi bir qadar ko'p bo'lgan. Ikkinchisi, bu kitoblarning ichida Chag'atay Uyg'urcha, Chag'ataycha yozilgan kitoblar asosli o'rinni egallaydi. Bu bizning tarix manbalaridan izlashimizda talab qilmagan asoslar Uyg'ur manbalaridan yoki Uyg'ur tebiblar yozgan kitob ekanligiga bevosita dalil isbot bo'la oladi. Bizning tarix manbalarimizda Uyg'ur tibobatchiligininki nurg'unlagan ideyalari, davolash usullarining ipak yo'li orqali boshqa qarindosh millatlarga o'tganligi, ularning tarafidan qabul qilinganligi. Shundaqla ularning bir qism munavvar bo'lgan davolash usullariniki, tajribalariniki bizning tibobatchiligimizni, ya'ni o'zimizning tibobatchiligini beyitishda ma'lum ta'sir ko'rsatganligi bu inkor bo'lmaydigan haqiqat. Shunlashqa biz mush asarlarning ichida, ya'ni mush atrofimizdagi tibobatchilik ahillarimiz foydalanib so'yib o'qigan bir qism kitoblarni kirgizishni to'g'ri. Shu Uyg'ur tibobat klassik asarlarini hozirgi zamon tilida nashr qilish xizmatida biz birsi Uyg'ur tibobat qadim asarlarini qutqizishni, ikkinchisi asarlarning asli ideyasiga varislik qilishni, uchinchisi mushu asarlarimizningki o'z vaqtida avlodlarimizning qo'liga tegishini, jamoatchilik bilan yuz ko'rishini, shu orqali eng oxirgi hisobda tibobatchilik maqsad qilib qo'ydik. Sizlar cho'qim nurg'un qiyinchiliklarga yo'liqinglar, bir xizmatlarni ishladinglar. Qo'g'dab turibsiz. Bizning tibobatchiligimizning bugun kun yetib kelishining moddiy asosi. Albatta kerak shunday bir 12 tomliq kitobning keyin nashr qilinib, ko'rman do'stlarningki va o'qirman do'stlarning qo'liga yetib kelishida az bo'lmagan ajr mehnatlar bo'lgan bo'ladi albatta. Undaqda Batarapandim endi mush 12 tomliq Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomli yirik asarni nashr qilishda sizlar cho'qim nurg'un qiyinchiliklarga yo'liqdinglar, nurg'un xizmatlarni ishladinglar. Hamda mushu nashr qilinish jarayonida yo'liqqan mush qiyinchiliklar va uni qanday hal qilganligingiz haqida ko'rman do'stlar bir narsa aytgan bo'lsangiz. Birinchisi mushu asarlarni to'plash va saqlash. Bu asarlar
Gerçi bir kısımları bu şu tadqiqat o'rinlari, Uyg'ur tibobat asarlarini ratlash, saqlash ishg'ollari qatorliq o'rinlarda saqlangan bo'lsa-mu, mutlaq ko'p qismi yani xalq orasida. Buni yig'ish masalasi. Biz bir uchurni anglagan aman darhol shu joyga berib so'zlashib, shu kishilar bilan fikrlashib to'plash asos qatlamga tushib to'plash to'g'ri keldi. To'plagandan keyin saqlash masalasi. Endi bizning shu kishilarimiz agar saqlagan bo'lsa-mu, uni qimmatli bir mulk qatori saqlagan bo'lsa-mu, saqlash usullariga diqqat qilgan. Tutilgan, tuchilgan, chirigan ahvollar bo'lgan. Yana bir tarafi uni yutib ketishdan saqlanish to'g'ri keldi. Bu chunki kishilarning qo'lida faqat bir nusxa qo'l yozma bo'lg'ashqa ya ikki nusxa bo'ladi ekan. Yutib ketsa, bu manbalarimiz yo'qaydi. Biz qilmoqchi bo'lgan maqsadga yetolmaymiz. Ayrim bir yerda ishxona ajratib odam ko'p kirib chiqmaydigan. Faqat shu tahrir mutaxassislarimiz qatnashadigan. Shular kirib chiqadigan, boshqa odam kirib chiqmaydigan. Mushundaq tadbirlar bilan qo'g'dab turib ishildik. Yana bir nuqtadan bu tarjima masalasi. Hozir bu shu topgan bizning asarlarimiz arabcha, farscha, chag'atay tili, chag'atay uyg'ur tili, farscha, urdu tili qatorliq tillar yozib qoldirilgan ekan. Hozir endi hamma shu til biladigan, ham kasb biladigan odamlar ko'p emas. Bundaq tarjimonlar qo'shinim yo'q ekan. Dastlab qadamda bir 10 necha odam kelib tarjimaga soldik. Mushularning ichida faqat 3 odamniki tarjimasi bizning nashr o'lchimiga yetadigan deb qarab shu 3 odamni ishlatdik. Bu bizniki shu nashrdan chiqish sur'atimizga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Hamda yana bir 3-chi masala deb kelsak, buning qandaqdir bir qadimiylik, atalg'ular masalasi va jumlan ifodalash uslublari hozir o'xshamaydi. O'xshamaydi ekan hozir bizning hozirgi zamon Uyg'ur tiliga. Buni o'lchamlashtirib bizniki shu hamma odam ko'rib tushuna oladigan holatga yetkazish masalasi. Hozirgi zamon Uyg'ur tiliga holatga yetkazish. Bu jihatdan nurg'un qiyinchiliklarga uchirdik. Dastlabda tarjim qilg'izib akagan asarlarimizni tahrirlarga o'rinlashtirganda 3 oygacha hech qanday ish qilmadik. Oxiri ikkinchi qatim yana bir turkum mutaxassislarni yig'ib keldik. Ikkinchi qatimda 7 odamni olib kelib, bir tahrir bilan bir mutaxassisni birlashtirib o'tag'izib, ammo tarjimani mutaxassislar ko'sul tushunadi ekan. Lekin biz tushunamidik. Mundaq degan emasmi? Ma degan andoq degan tahrirlar o'tirib, andoq shu gapni deb beraman boshqa yozay. Deb o'tirib, xuddi boshqadan tarjima qilgandek yozib maqdik. Atalg'ularni birlik keltirish. Buni qadimiy atalg'ular ko'rindi. Hozir endi shu chaqlarda besilib qolgan, uzilib qolgan o atalg'ular surilib kelmaganda hozirgi zamonga. Bu shunday jihatlarda yana biz mutaxassislarni taklif qilib, dars o'tkazish yoki bir yerga jam qilib, shu atalg'ularni birlik keltirib, qayta ratlab chiqib, tahrir shu mutaxassislarımizga, karakterlarimizga taqib berib, bundaq ishildik. Bumi bizning shu nashrdan chiqarish sur'atimizga ta'sir ko'rsatdi. Endi yana bir nuqta, shu kitobning o'zining ko'rinishini, nashrdan chiqqan tuplangan nusxasini qadimiylikni saqlash. O'yda buni hatto qog'oz ishlatish jihatlari bu. Shu qadimiylikni saqlashni o'ylab, biz bu qog'ozlar ustida muqovlaylash ustida ko'p izlandik. Izlanib, loyilab chiqqan narsamiz hamda shu holat keltirish uchun ranglik qilish to'g'ri keldi. Bundaq bo'lgan ekan, buning tanlarga eshib ketdi. Tanlarga eshib ketgandek bizning hozirgi iqtisodiy kuchimiz kuchilishib bo'lmaydi. Garchi hamda buni hamda davlat shu davlat fondidan 1.200.000 ta'minladi. Buning chiqimi shu bir qismi bo'ldi. Buni oxiri Şinjandagi shu bosma zavodlari niki basi bilan ishchilarnikini selishtirib biz 3 joyga berib, masalan Shanxay, Beijing qatorliq joylarga berib, zavodlar bilan so'zlashib, shu besish jarayondimi nurg'un jarayonlar ketdi. Eng oxirida Beijingda bostirdik.
Beyjinni bastırgan, birinci Türk'ün bastırgan vaxtımızda 4 adam berip şəhədə yetip zavoddan. Yetip durup şunu süpetlik kapalatlık kılış üçün. Mükemmel, süpetlik çıkışıga kapalatlık kılın oldu. Ondaqda İhsan efendim siz şu Uyghur tibabatçilik, doğrugerlik tadqiqat o'rnida ishlayotganligini ayt uzun yil o'tdi. Mush jarayonda siz şu Uyghur tibabati klassik asarlarini tadqiq qilish, taraqqiy qildirishning zarurligini qaysi nuqtalarni his qildingiz? Navbatdagi tadqiqotning cho'nqilishiga ergishib, biz shuni cho'nqir his qildikki, Uyg'ur tibobatchi qadim asarlarning tadqiqoti, asarning ichida so'zlanayotgan mazmunning tadqiqoti. Ya'ni shu asarninki bizga yetib kelishida o'ynayotgan madaniyatni davomlashtirish roli. Uningdan boshqa o'sha asarlarninki tuplanishi jihatdan bo'lsin, qog'oz jihatdan bo'lsin, har jihatdan bizga yetib kelgan bir moddiy boylik sifatidagi tadqiqoti. Uningdan boshqa yana mush qadim asarlarniki o'zini, mush asarning o'zini qanday saqlab qo'llash tadqiqoti qatorliq nurg'unlagan doiralarga yetildi. Uning mazmunini nima uchun tadqiq qilamiz? O mazmunning tadqiqoti bizning tibobatchiligimizning bugungi kuniga yetib kelishining moddiy asosi. Shuning bilan birga yana hozirgi tibobatchilik davolash ishlarimizdagi davolash usullarimizni o'lchamlashtirish. Masalan, bu o'lchamlashtirish degan chog'da Uyg'ur tibobatchiligida kasallikni zot qanday davolaydi? Uning uchun qanday diagnoz qo'ydi kasallikka? O bemorning mizojini qanday ayiradi? Bemorning tomirini tutib kasallikni qanday biladi? Onunğa qaysi dorilarni berdi. Ma'lum kasallikdagi bemor nima dorilarni yeyish kerak yoki bo'lmasa qaysi yemeklarni yeyish kerak, qaysini yemaslik kerak. Kutunish muhit jihatida nimalarga diqqat qilish kerak? Qatorliq nurg'un masalalarni mushu klassik asarlarimizdan izlanish orqali bizga nurg'unlagan yangi bo'lgan tadqiqot uchurlari bilan ta'minlaydi. Demak, bu bizningki qadim asarlarningki mazmun jihatdagi tadqiqoti. Uningdan boshqa mushu qadim asarlarimizningki qo'g'dash tadqiqoti. Bu qanday qo'g'dash tadqiqoti degancha hozir chirish, buzilish, uningdan boshqa uningki qog'oz varaqlarningki kislotalik darajasi eshib ketish, uningdan keyin yo'qolib ketish, qo'ldan qo'lga o'tish jarayonida yo'qolib ketish yoki bo'lmasa hayonkashlar tarafidan elib setilish orqali u o'z qiymatini joriy qildirilmaslikda chet ellarga chiqib ketish yoki bo'lmasa boshqa bir foydalanuvchi, yomon g'arazli foydalanuvchilarning qo'liga tushib ketish qatorliq shunday oqibatlarga kelib qoldi. Demak, endi bu yerda qadim masalalarning ichidagi bir qadim asar o'zini qo'g'dash tadqiqoti kelib chiqdi. Uyg'ur tibobat qadim asarlari shunday qutqizish, raddlanish, oldimizda turayotgan shu 12 tomlik asarga o'xshash chiroyli ko'rkamlik holatda jamoatchilikga yuz ko'rish fursatiga erishyapti. Lekin yana qo'g'dashga tegishli nurg'unlagan asarlarimiz el orasida, xalq orasida saqlanib turyapti. Ularning saqlash usuli qatorliq jihatlarda nurg'un masalalar va bu jihatdagi tadqiqotimizni cho'nqirlashtirish to'g'ri keldi. Sizning mushtariyandagi istiqbollaringiz bor. Qadim asarlarimizni hozirgilar uchun xizmat qildirishning muhimligini to'liq berdi. 80 yillardan boshlab Uyg'ur tibobat qadim asarlariga cho'nqirlashdi. Atrofda endi shu 12 tomlik Uyg'ur tibobat klassik asarlari degan mush zo'r hajmli kichik asarni nashr qilish ishiga siz bevosita ishtirok qilibsiz. Sizning mush jarayondagi istiqbollaringiz nima bo'ldi? Qadimiy asarlarning asl nusxasini ko'rgan chog'imda o'sha ajdodlarimizniki o'z bilimlarini keyingilarga yetkazish uchun qilgan ajrlaridan so'yindim. Ham shu tarjimasi tutib nashrdan chiqqan kitoblardan uning ichidagi yangi bilim nihoyatda mazmunliq mo'l mazmunlarni ko'rganimda ondan şu bizniki şu ajdodlarimizning aql parasidan tegim so'yindim. Shuning bilan men şu Uyg'ur tibobat asarlarini nashr qilishga bo'lgan qizg'inligim tegim ochdi. Qadim asarlarimizni hozirgilar uchun xizmat qildirishning muhimligini to'lib yetdim. Hozir yana davomli ishlash maqsadida biz yana to'playapmiz. Hozir qo'limizda o'sha qadim asarlardan yana 60 ta chiqalyapti. Bir qismini tarjimasini ishlatib bo'ldik. Tahrirlik xizmatlarini ishlayapmiz. Yana bir qismini davomli tarjima qildiryapmiz. Biz ham mushu jarayonda men yana mushu asarlarimizni mushu o'zimizdan cheklanib qolmay, xanzu tili, ingliz tili, hatto undan boshqa tillarga tarjima qilib,
dunyoga tuntish insonlar uchun butun insonlar uchun xizmat qildirishning nihoyat zarurligini his qildim. Atarkanda mush kitobni tuzish davomida, nashr qilish davomida asli qo'lyozmasini rasmga tortib, shuning bir qismlarini shu kitobga kirgizib qo'yishni o'ylashmidingmi? O'ylashdik. Biz ma birinchi qadamda nashrdan chiqarganimiz faqatla shu asarniki tarjima nusxasilar. Biz ikkinchi qadamda faksimil nusxasini yonga berib, uni rasmiy bekitmadik. Bir o'zimiz shu tadqiqot o'rinlari bilan maslahatlashib chiqmoqchi. Oldimizda yana bir qism asarlarni tayyorlayapmiz. Bir batga asl nusxa, bir batga tarjima nusxasini berish. Yoki bo'lmasa 20 butunlay shu tarjima nusxasi, 20 asl nusxasi. Bu shakllarni tayyor bekitmadik. Biz yaqinda shu narsani rasmiy bekitgandan keyin biz davomli shu shaklda yana chiqaramiz. Demak, bu ishni qilishlar. Orasiq asl nusxasi qistirindi degan kirgizilgan gap. Uningdan boshqa mushu asarlarni yo'qolib ketishini oldini olish uchun yaqinda yana biz shu asarlarning asli bitim o'z bitim saqlash qiymatini nazarda tutib yana bir nashrdan chiqarmoqchi. Ehson apandim hamda shu Uyg'ur tibobat klassik asarlardan iborat bu qimmatlik madaniy merosni to'plash, ratlash, qizish xizmati qachondan boshlangan? Hozir to'plangan asarlarningki yil davri qachondan boshlangan deb qarashga bo'ladi. Tibobatchilik qadim asarlarning tadqiqotini shu ajdodlarimizdan boshlab hisoblashga tamoman bo'ladi. Endi bizning yaqinqi zamondagi tadqiqotimiz yoki bo'lsa hozirgi zamon Uyg'ur tibobat qadim asarlarining tadqiqoti ustida to'xtalgan vaqtimizda Yangi Jungo qurilgandan keyin 1954-yili markaz shu Jungi tibobatchilik asarlarini qo'g'dashga aloqador bir belgilam chiqargan. Shundan turtkisida har qaysi osonlik millatlarning qadim asarlari bu tibobatchilik asarlarini qo'g'dash xizmati boshlandi deb aytishga bo'ladi. Gavdlik bo'lgani 1980-yillardan boshlab Uyg'ur tibobat qadim asarlariniki ustidagi izlash tadqiqot cho'nqurlashdi. Hozirgi zamon tadqiqotimizda islohot ichib keyin jush urib rivojlandi deb aytsak bo'ladi. Hozir navbatda bu shu degan chog'da Uyg'ur tibobat qadim asarlarining tadqiqotiga nisbatan hukumatimiz intayin zo'r darajada mablag' va siyosat xarakterlik yo'lashni olib beryapti. 6-tomada Tomur haqidan aytishki tushunchalar berilgan ekan. Tomur devrin qo'sh uzun tarixga ega. 13 tom asar faqat mushu xizmatning boshnisini deb qarashga bo'ladi. Undaqda biz bu kitobningki ichiga kirgizilgan bir qism mazmunlarni bir o'qib andan shu yoqdagi bir mulohazamizni qilib baqsaq. 4-bob Tomurning turlari. Tomurning turlari 7 xildir. Birinchisi yurak bilan tomir oraliga qarab ayrilgandir. Uni tomir harakatini izlagay. Uning turlari uzun, qisqa, keng, inchka, cho'ng, kichik, egiz, past, mo'tadildan iboratdir. Ikkinchisi tomirning quvvati va harakatini izlagay. Uning turlari kuchlik, ojiz, mo'tadildan iboratdir. Üçüncüsü, tomirning uzun, qisqa, tez, asta ve mo'tadildan iborat 3 xildir. Dördüncüsü, buni tomirning vaqti ve to'xtashidan izlagay. Beshinchisi, tomirning kayfiyatidan izlagay. So'g'uq, issiq, qattiq, yumshoq ve 5 xildir. Oltinchi turini tomir ichidagi qonga aralashgan ruhdan izlagay. Uning turlari to'shuq, bo'sh va mo'tadildan iborat 3 xildir. 7-si tomir harakatining tez yoki agirligidan izlagay. U tez, qarama-qarshi, tartiblik, ritmlik, ritmsizdan iborat 6 xildir. Ritmsizni arablar raddiya ul vazni deb atar. Demak, endi shu Uyg'ur tibobati klassik asarlarining 6-tomida tomir haqidan aytishki tushunchalar berilgan ekan.
mush Uyg'urlarda shu tomir tutishdan iborat bu kesal ko'rish tarixi nechinchi yillardan boshlangan. Buningki shu boshlanib hozirga qadar aralıqda buningki shu tomir tutishninki shu kesal ko'rishdagi roli ahamiyati zot nagacha bo'shaqda birinde paygon olsanız. Uyg'ur tibobati klassik asarlardan va bizga yetib kelgan yozma manbalardan qaragan chog'da Uyg'ur tibobatchiligida tomir tutib diagnoz qo'yish usuli nihoyat uzun tarixga ega. Oldimizda turayotgan bu kitoblardan ilgirki tarixlarga nazar solsak, bizningki Uyg'ur ajdodlarimiz islom diniga kirishdan burunqi bizga yetib kelgan vasiqalarimizdimi, yozma xotirlardimi tomir tutish bilan shug'ullanganligi haqida ma'lumot bor. Demak, bu tomir tutish bizning hozirgi qo'limizga yetib kelgan klassik asarlardan necha yuz yil, hatto necha ming yil burun boshlangan deb aytishga bo'ldi. Tomir tutish Uyg'ur tibobatchiligidagi kasallik davolashdagi nihoyatda bir muhim vositalarning birisi. Tomir tutish va tomirning turlari haqida tabiblarimiz intayin burunlab bu ko'plagan ijtihodiy tadqiqotlarni olib borgan. Nima uchun mushundaq ilg'or saymonlar, ilg'or davolash, diagnoz qo'yish apparatlari doktorxonalarimizga nurg'un turkumlar kirib bo'lgan zamondami, ya'ni tomir tutish o'zining ahamiyatini yo'qotmadi degan bir nuqta bizning xalqimizni qiziqtirishi mumkin. Bu yerdagi asos nima degan chog'da tibobatchiligimiz bemorlarningki yoki biz kasallanguvchining mizojini ayirib turib kasal davolaydigan tibobatchilik. Ya'ni bunday aytgan chog'da bu bir tajriba tibobatchiligi. Hargizmi tajribaxon tibobatchiligi emas. Bu necha ming yilda yoki kasalliklar ustida olib borgan davolash, tadqiqot ishlari, saqlash jihati olib borgan faoliyatlarningki yakuni. Bunday aytgan chog'da bir mujassamlashgan bir xulosasi. Bu jarayonda tabiblarimiz yoki ajdodlarimiz tomir tutish orqali bemorning mizojini ayirgan, uningdagi qon tomirining so'qish ahvoli orqali uning badandagi quvvatning kuchli ojizligi, yurak ahvolining normalsizligi va shunga bilan birga tomir tutish orqali, ya'ni qo'lni teriga tekkizish orqali shu bemorning terisining qiziq suvoqligi qatorliq ma'vu vositalik narsalarni bilvog'ili bo'ldi. Bu orqali bu bemorda qizishning bor yo'qligi, tomirning harakatining ishtik asliga orqali shu bemorning mizojini bildi. Endi buning nisbatan bir qilib yo'q. Bu ko'pligan uzun yillik tajribalar orqali shu tomirning egiz so'qiyotgan, past so'qiyotgan, kuchli so'qiyotgan, ojiz so'qiyotganligini his qilib bilish bu tibobatchilik bilan shug'ullangan tibobat ahliniki zehniga bog'liq ish, tajribasiga bog'liq ish. Xalq orasida usta tebgan deganlar ko'pincha tomir orqali shu bemorning mizojini aniq ayirg'ashga uning nisbatan bir xil ishinish, uning qo'lda davolanish orqali saqib ketishga bir ishonch turg'izish mushkil vositadan kelib chiqqan. Undaqda shu Uyg'ur tibobati klassik asarlarining 12 tom qilib nashr qilinishi mushkildagi asarlarning nashr qilinish ahvoli ichida endi yuqori palla deb qarashga bo'lgan ahvolmi? Yo'q. Hozir shu Uyg'ur tibobat doğrugar tadqiqot o'rni maxsus shu qadimiy asarlarimizni tekshirib aniqlashga tushib aniqlagan ahvolda mo'ljarida 300 xildan 500 xilgacha kitob bo'lishi mumkin degan qiyosni qilgan. Bu 12 tom asar faqat mushu xizmatning boshlashini deb qarashga bo'ladi. Qadrli ko'rman do'stlar, Uyg'ur tibobati klassik asarlari haqida o'tkazgan suhbat programmamizning bugungi sondagi mazmunlari mush yerda oxirlashdi. Kelarki programmamizda Uyg'ur tibobati klassik asarlarining davolash amaliyotidagi rol haqida o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Xayr, xo'sh, salomat bo'ling.